Kafel bosish xizmatiga kelganman do'stlar, Marg'ilon tezkor obunachilari. Bizning nomimizdan chiqsalaring, xudo xolasa, arzonroq qilib berishadi. Yaqinroqdan bitta olib kelib ko'rsating. Dizaynini bitta baho bering, xudo xolasa, yarashganmi, yarashmaganmi. Choklari, zazorlarini ham xudo xolasa ko'rinmaydigan darajada juda ham chiroyli qilib berishibdi. Undan tashqari mas xonadonimiz ponni 150 metrda atrofida bitgan. 15 kun, 10 kun ichida bitkizib chiqavordilar, xudo xolasa. Xo'p, metr kvadratini ham aytib o'tamiz, 300 ming don ekan. Siz xohlagan, siz istagan dizaynni olib kelib berasiz, yopishtirib berishadi, xudo xolasa. Shunda usta haqqini o'zi 300 mingdan. Yo'q, men tekis prosta splashni kafel qizaman desangiz, undan ham arzonroqqa yopishtirib berishadi. Sababi bu chaqa-chuqqa maydasi ko'p, shuning uchun 300 ming so'mdan ekan. Uydagilarga ham, yo'qda uydagilari ham shu yerda turibdi, faqat videoga chiqishni xohlamayapti. Uyda bittamni aylantirib ko'rsating-da, ma'qul keldimi sizlarga, ma'qul kelmadimi? Kommentariyaga fikrlaringni ham yozib berishlaring mumkin. Menga xudo xolasa juda ham yoqdi. Sababi uyda sertoji ham juda ham chiroyli ekan. Mana yaqindan yana bitta olib kelib ko'rsatavering-da. Kafellarimizni shu holatlarini o'zingizdan hamma yo'g'i ichida necha puldan qilib berasiz desa, 500 mingdan atrofida aylanadi. 500 ming atrofi aylanadi. Meni hech qanaqa vaqtim yo'q, uyda bo'lmayman desalaringiz, shunday o'zlari olib kelib, hamma yo'g'ini o'zlari qilib berishadi. Abetini qilib bersiz bo'ldi ustalarini. Skochidan tortib, picha-pincha nima ishlasaki shu sohaga hamma yo'g'ini o'zlari olib kelib berishadi do'stlar. Kimga shunaqa xizmat zarur bo'lsa, akalar nomeriga bemalol aloqaga chiqaverasiz, xudo xolasa qilib berishadi. Qo'qonliklar qo'li gul bo'ladi. Travetinni ham qo'qonliklar qilgan uramanchi. Travetin xizmati ham bor. Shu ustalarga chiqsalaring, gaplashib berishadi, xudo xolasa. Travetinni ham bitta aylantirib ko'rsating. O'zi Qo'qonda bari ustalar ham, hali qo'qonliklar boyda deydi-yu. Bari qo'li hunar ustalar Qo'qonda. Do'stlar, videoga bitta like bosib qo'yasizlar, uyimiz yoqqan bo'lsa. Bo'ldi.